Assalomu alaykum, biz YouTube kanalimizga kuzatuvchilar akalar, bugun 3 komplekt nabor tayyorladik. Hammasini xohlasa tez-tez egalariga chiqarib berishga harakat qilamiz. Vaqtdan foydalanib video bo'lyapti akalar. Birinchisi Samarqand chiqib ketyapti. Akamiz Rossiyada turib, o'g'liga zakaz berdi, o'g'li povur ekan. 93 chopqirda xayrolar chiqarib berdik. Bitta 75 cm ulama kapkalimizdan zakaz berdi. Xudo xolasa buni chiqarib olamiz. Bu ikkinchi naborimiz. Bir xil bo'lgan akalar. Buni Abbos akamizga shogirdlari podarka qilyapti. Bitta 10 cmlik kichkina mejaga kapsulamizdan qaraylik. Kapsulaga xudo xolasa chiroyli qilib yozib berganmiz. Bu yoqda bu naborimizda bunisini akalar 145 dollarga, buni 150 dollar chiqarib beryapmiz. Ikki xil kapsulalar bor. Buni Shavkat akamiz Farg'onadan turib zakaz berdi. Xosot boltani. Buni akalar 750 ming so'm chiqarib beryapti. 2,5 kilolik boltasi. Bu yoqda Toshkentni bir akamiz aloqaga chiqdi. Ikkita bitta chop, ikki chopda xayroq dedi. Qirg'izistonga olib chiqib ketyapti akalar. Akamiz samolyot haydaydigan, beradigan odami, chiroyli ismlarni yozib chiqarib beryapti. Aloqaga chiqib qolasizlar akalar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab shaxsatkalar bor. Chet ellarga ham xudo xolasa kelishilgan holda chiqarib beramiz. Takliflarni qilib beramiz akalar.